Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan IDC test kitobidan onli va cheksiz onli davriy kassalar mavzusini ko'rib chiqamiz va bugun birinchi test yechimlarini ko'rib chiqamiz. Demak, bu kitobni to'liq yechimlarga ega bo'lish uchun bizning kanalimizga obuna bo'lib qoling. Demak, bolalar, bugun birinchi test misollarni birgalikda ko'rib chiqarganmiz. Birinchi test misollar. Xo'p, birinchi testda nima deb ekan? Quyidagi tengliklarning nechtasi to'g'ri deb degani, ya'ni quyidagi tengliklarni chap tomon bilan o'ng tomonni solishtirib chiqishimiz kerak ekan. Shulardan nechtasi to'g'ri ekan? Qarang. E'tibor bersanglar, hammasining maxraji 10, 10.000, 100, 10, ya'ni 10lik sonlar ekanda, to'g'rimi? Ya'ni 10 ga bo'lish qoidasi bor-da, qaraymiz. 10 ga bo'layotganimizda 10 da nechta nuli bor? Bitta. Mana bu tepadan bitta virgul bu yoqqa suriladi. Ya'ni hozir virgul yo'q-ku, bitta bu yoqdan virgulcha hosil qoladi. Ya'ni 40.7 degan son hosil bo'lib qoladi. Hozir bo'lsam. Bularning ham javobi shunaqami? 40.7, demak bir to'g'ri ekan. Tushunali? Endi ikkinchisida qaraymiz. Nechta nuli bor? 4 ta nuli bor ekan. Mana 4 ta nuli bo'lsa, mana bu yerda virgulimiz 4 ta surilishi kerak. Ya'ni 41 taqsim 10.000 mana buni yozib bersa, mana buni yozamiz. Mana bu yerda turuvdi, to'g'rimi? Bitta suriladi, ikkita suriladi, 3 ta va 4 ta. Mana shu joydan virgul yoziladi. Shu joyda virgul yozilishi kerak. Mana bu nuqtachalarga 0 yozilaman. 0, 0 va 0. 0.0041 degan son hosil bo'lishi kerak ekan. 0.0041. Endi ularning javobi shunaqami? Ularda bitta 0 kam ekanda. Tushunalimi? Bizda ikkita 0, ularda bitta 0. Demak, mana bu xato. Ikkinchisini ko'ramiz. 100 ga bo'lgan paytimiz 100 da ikkita 0 bor. Shuning uchun mana bu yerda turgan virgulcha ikkita surilishi kerak. 1, 2. Mana bu yerga virgul. 6.13 chiqdimi? Mana 6.13 chiqadigan bo'lsa, ularda ham javob 6.13. Demak, uchinchisi to'g'ri ekan. To'g'ringiz. Bitta 0 bor, to'g'rimi? Bitta 0 bo'lsa, mana bu yerda turgan virgulimiz bittaga suriladi. 20.7 chiqishi kerak. Ular 2.07 deyapti. Demak, bu noto'g'ri. Oxirgisi. 3 ta 0 bor. Mana bu yerdan boshlanadi. 1, 2, 3. Mana bu yerga qoldimi? 41.327 degan son chiqishi kerak ekan. 41.327. O'zi umuman boshqa son ekan. 413.32 bo'lyapti. Bu umuman boshqa. Biz aytgan nechtasi to'g'ri debdi. Demak, 1 bilan 3 to'g'ri ekan, to'g'rimi? Faqatgina ikkitasi to'g'ri ekan. Demak, birinchi misolda ikkita. A javob. Xo'p, keyingisi. 13 taqsim 40 sonini 10 lik kasr ko'rinishida tasvirlab bering. Ya'ni mana shu 13 sonini nima qilishimiz kerak? 40 ga bo'lib berishimiz kerak ekan, to'g'rimi? 13 40 ga bo'linadimi, Behruz? Yo'q, bo'linmasa, bu yoqdan bitta 0 yozamiz o'zimizdan, bu yoqqa 0 butun deb tushiramiz ekan, bo'linmagan uchun. Endi 130 ichida 40. 3 tadan bor, to'g'rimi? 120. Ayasam nech qoladi? 10. Endi ikkinchi qatordan boshlab bitta 0 tushirish mumkin. Ya'ni bitta 0 tushirsam, bu yoqqa virgul yoki 0 soni yozilmaydi. Bitta 0 mumkin. 100 ichida 40. 2 tadan bor. Ayarsak 80, 20 qoldi. Yana bitta 0 tushirish mumkin, bemalol. 20 ichida 400, 45 tadan. 200 ayarsam 0. Demak, 13 ta 40 ga bo'lsa 0.325 chiqar ekan. C javobi. Xo'p, keyingisi 3-misol. 3-misolda nima deyapti? 0.0 0.01 ga bo'lib beraylik debdi. Qani, mana bunaqa bo'lishni eng yaxshi usuli shuncha kasr ko'rinishda yoza olishimiz kerak. Mana 0.01. Endi tepadan nechta virgul surilsa, pastdan ham xuddi shuncha virgul sursa bo'ladi. Endi qani, tepada butun oddiy songa o'ta olish uchun nechta virgul surilishi kerak? 3 ta. Pastdachi 2 ta. Qani, pastda bitta kam ekanda, to'g'rimi? Demak, tepada virgullar hammasini surib bo'lsam 43, pastda virgullar hammasini surib bo'lsam 1, to'g'rimi? Tepadan 3 ta surdim, pastdan 2 ta surdim-ku. Pastda bitta kam. Shuning uchun bitta 0 bor son yozib qo'yamiz. Tushunalimi? 43 taqsim 10 bo'lib qoldimi? 4.3. Hozir buni aslida ikkita surganimiz ham osongina chiqib qoladi. Ya'ni mana ikkita sursam 4.3, ikkita sursam o'zi 1 bo'lib qoladi. 4.3 taqsim 1 bo'lib qoladi, oson bo'lib qoladi. Bu universalniy formas. Mahrajda nechta tursa ham xuddi shunday usulda bo'lsa-lang osongina chiqadi. 4.3. C javob ekan. Xo'p, 4-misol. Mana shu narsani hisoblab bering debdi. Buni hisoblash uchun bir xillarini qavsdan tashqari chiqarib olishim kerak. Ya'ni mana bu bilan bundan 7.2 bir xilmi?
O'sha 7/2 chiqarib olamiz. 7/2 chiqarib olsam, birinchi qolsa nima qoladi? 4/2 plus 9/4 qoladi. 7/2 kere ikkalasini qo'shsam 13/6 ekan. Endi shu songa mana bu son qo'shamiz. Mana 7/2 kere 13/6 ga qo'shamiz. 13/6 kere 4/8. Endi bunda qaysi bir xil? Yo'q, 13/6 bir xil ikkalasini, to'g'rimi? Mana bunda ham 13/6 bor, bunisida ham bor o'sha son. O'shani chiqarib olaman. 13/6 ni chiqarib olsam, birinchisidan 7/2 qoladi. Ikkinchisidan-chi? 2/8. Mana 2/8. 2/8. 13/6 kere 7/2 ga 2/8 qo'shsak 10. Endi 10 ga ko'paytirsam virgul o'ng tomonga surilardi. Bitta 0 ga ko'paytirsam bitta suriladi. 136 ekan. C javob. Xo'p, 5-chi. 5-chi misolda nima deyapti ekan? Hisoblab bering. Bu takma-tak qo'shishimiz kerak, to'g'rimi? Mana 0.52 0.84 qo'shib berishimiz kerak ekan. 0.52 ga qo'shamiz 0.84. Qo'shishda bittagina qoida bor. Virgul tagidan virgul tushishi kerak. Bo'ldi, ortiqcha qoidasi yo'q. 2 ga 4 qo'shsam 6, 5 ga 8 qo'shsak 13 ni 3i 1 dilda, 0 ga 0 0 1 dillar bilan 1. 1.36 ekanda. Endi shundan 0.021 ayirishim kerak. Ayirishim kerak 0.021 da. Bitta xona yetmay qoldi, to'g'rimi tepadan? O'zimizdan 0 bilan to'ldirib olamiz. Ketik 0 dan 1 da ayirsa bo'ladimi? Yo'q. Sherik qarz olib beradi, tushunadingmi? Xo'p, sherikka qarz olib bersak bu 10 bo'ldi. 10 dan 1 ketsa 9, 5 qoldi. 5 dan 2 ketsa 3. Bu ham 3 o'zi tushadi, to'g'rimi? 1 dan 0 ketsa 1. Demak, 1.339 degan javob bo'lishi kerak ekan. Javob. 6da nima deyapti? 1.12 soni quyidagilardan qaysi biriga teng debdi. Ya'ni 10 ni kasr ko'rinishda mana bunaqa oddiy kasr ko'rinishga o'tkazib berish kerak ekanda bunda. Hali kasrda o'tkazish uchun sonni o'zini yozib olasiz. Ya'ni virgulsiz deb yozib olamiz. 112. Virguldan keyin nechta raqam bor? 2 ta raqam bor. U degani 2 ta noli bor songa bo'lamiz, ya'ni 100 ga bo'lingan degan. 112 bilan 100 necha qisara? 4 ga qisaradimi? 28 taqsim 25. Bu degani bo'lsam butuni bittadan 25 qoldig'i 3. 1.3 taqsim 25. Ya'ni D javobi ekan. Chalyapti. Xo'p, 7-chi. 7 da aytayapti 1 dan 7 taqsim 125 ni ayirib berishim kerak ekanda. Xo'p, yaxshi. Birinchi mana bunaqa qilsa ham bo'ladi. 2 xil ishlasa bo'ladi. Yo bunga 125 dan umuman maxraj berib, keyin 7 ni ayiramiz. 118 ni 125 ga bo'lsam ham bo'ladi. Yoki nima qilamiz? 7 ni 4 dan 4 125 ga bo'lsa ham bo'ladi. Ikkalasini qilsak yaxshi bo'laveradi. 7 ni 125 ga bo'lamiz. 7 taqsim 125. Shuni qanaqa oson usulda ishlasa bo'ladi, Otabek? 7 ni 125 ga takma-tak bo'lib o'tirmasdan eng osoni maxrajni 0 ga keltirib olishimiz kerak. Ya'ni 125 qaysi songa keltirsam bo'ladi? 1000 ga keltirsak bo'ladi, to'g'ri? 1000 ga kelish uchun buni ham 8 ko'paytiramiz, buni ham 8 ko'paytiramiz. 56 taqsim 1000 bo'ldi. Endi 3 ta nollik bor songa bo'linyaptimi? Hozir virgul mana bu yerda turibdi. 1 2 3. Mana bu yerdan virgul qo'yilishi kerak. Shu yerdan. Mana bo'sh qolgan joylarni kattacha bilan to'ldiriladi. Ya'ni oxiriga javob yozyapmiz 0.056. Ya'ni 7 ni 125 ga bo'lsam 0.056 chiqargan. Endi ular 1 dan ayirib beryaptimi o'sha sonni? Mana 1 dan ayirishimiz kerak. 0.056 da. 1 degani shunaqa yozib olsanlar ham bo'ladi-da. Ya'ni virgul xonani to'ldirib olish evaziga ketik. Ayiramiz ikkalasini. 0 dan 6 ni ayirib bo'lmaydi. Bu 1 dan qarz olib keladi. Bunda yo'l-yo'laka qarz olib keladi. Avval bu 10 bo'ladi, keyin bu 10 bo'ladi, keyin oxiridagisi 10 bo'ladi. 10 dan 6 ketsa, mana ikkalasini 9 bo'lib qoladi-da. Tushundingmi? 9 dan 5 ketsa 4, mana ham 9 bo'ladi. Ko'pchilik 8 yozib qo'yadi. O'sha mana ikkita qarz berdim-ku deb o'ylab, mana buni 8 yozib qo'yadi. Aslida unaqa bo'lmaydi. Bu bunga bitta qarz beradi, bunisi unisiga qarz beradi. Tushundingmi?
Xo'p, bu ham 0 qolganmidi? 0 dan 0 bersam 0 ekan. Ya'ni 0,944 bo'lishi kerak. C javobi. Xo'p, 8-misol. Mana shu misollar bergan debdi. Buni ham tepasini 4 dan 4 qo'shaveramizmi? 1,2 ga 3,2 ni qo'shsak 4,4. Unga yana 4,1 ni qo'shamiz. 8,5 bo'lyaptimi? Taqsim mahraj qo'shamiz. 0,24 ga 0,58 qo'shsak. Ikkilasi ham bir xil, to'g'rimi? 0, hop 70 82 bo'lyapti, to'g'rimi? 0,82 ga 0,88 qo'shamiz. 1,7. Endi o'zimiz qoidasi qanday? Tepadan nechta virgul so'rsam, pastdan ham shuncha virgul so'rsam bo'ladi. Tepadan bitta so'rsak 85, pastdan bitta so'rsam 17. 85 ni 17 ga bo'lsam 5 bo'ladi. Demak, C javob. Xo'p, keyingisi. 9. 9 ni nima qilishimiz kerak ekan? So'rashtirishimiz kerak 9. Otabek shuna qilish kerak. O'zi to'liq songa o'tishimiz uchun tepadan jami nechta virgul surilishi kerak? Mana bundan bitta surilishi kerak, bundan bitta. Jami 3 ta surilishi kerak ekan, to'g'ri? O'shani yozib qo'yamiz o'zim uchun mana 12, 36 va 18 bo'ldi. Pastdan hamma virguldan qutulish uchun pastdan ham 3 ta virgul surish kerak ekan. Teng-tengmi? Bo'ldi. Shturish yozar ekanmiz, hech narsa o'zgarmayapti. 24 6 bo'ladi, 48 bo'ladi. Qisqaradiganlarni topib qisqartiramiz. Mana bilan ham qisqarib ketsa 2 qoldi bizada. Bu bilan bu qisqarib ketsa 3 qoldi bizada. Mana bilan bu qisqarib ketsa 16 qoldi, to'g'rimi? 36 taqsim 32 qolyaptimi? Ikkilasi ham 4 ga qisqaradi, 9 taqsim 8 qoldi. Demak, 9 ni 8 ga bo'ladigan bo'lsak, 1,125 mi chiqsa kerak, hozir bo'lib ko'ramiz. 9 ni 8 ga bo'lib ko'raman. Bittadan 8, 1, 10 tushiramiz. Bu yoqqacha virgul. 10 da ichida 8. Bittadan 2 0 tushiramiz. 20 ichida 2 tadan 4, 40 ichida 5 tadan. Mana. Oxirida 40 bo'ldi, ayirsam 0 chiqadi. Demak, o'shani 9 ni 8 ga bo'ladigan bo'lsak, eng oxirdagi javobimiz 1,125 bo'lar ekan. Ya'ni B javob. 10 da nima deyapti? 10-misolda. 324,243 sonining 100 dan 1lar va 10 dan 1lar xonasida turgan raqamlar yig'indisini toping debdi. 100 dan 1lar degani, mana virguldan keyin mana bunaqa o'qiladi. Mana birinchisi kelyapti-ku, to'g'rimi? 10 dan 1lar deb o'qiladi. Mana bunisi 100 dan 1lar, mana bunisi 1000 dan 1lar deb o'qiladi. Endi qani? 100 dan 1lar necha turibdi? 4 turibdimi? O'sha 4 bilan deyapti. 10 dan 1lar xonasida turgan raqamdan qo'shing. 10 lardan 1dan 2 turibdi, to'g'rimi? O'shadan bo'lsak 6 bo'ladi. B javob. Hisoblab bering debdi. Ya'ni 0,008 ni 7000 ga ko'paytirib va 0,011 ni 4000 ga ko'paytirib, shuni hisoblab berishimiz kerak ekan. Birinchi o'rinda mana bu nechta 0 bor? 3 ta. O'sha 3 ta 0 bunga ko'payapti, to'g'rimi? Mana bu yerdagi sonni 3 ta surib beradi, ya'ni mana bu yerga kelib qoladi, virgulchasi. Shunda 0,0008 ku, u 0,8 ekan, shunchaki. Mana bunda ham 3 ta 0 bor. U ham mana bundagi virgulini 3 ta bu yoqqa surib beradi. Mana bu yerga kelib qoladi endi virgulchasi. Endi boshqadan yozib olaman o'shani. Mana bu yerga kelib qolsa 0,8 bo'lib qoldimi? 0,8 kare 7 plus 1,1 kare 4 bo'ladi. 0,8 ni 7 ga ko'paytiringlar. 5,6 plus 1,1 ni 4 ga ko'paytirsam 4,4. O'tsak 10 ni beradi. A javob. Demak, buni tushuna oldik. Xo'p, 12. Hisoblab bering debdi. Eng bo'lmadi degan usullar bor. Buni darajalarni hisoblab ishlasak bo'ladi, to'g'rimi? Shunaqa qilganimiz ham tinchroq ekan. Ya'ni hech qanaqa formulaga qo'ymasdan 0,5 ni kvadrat. Ya'ni 0,5 ni 0,5 ga qaytadan ko'paytirasizlar. 0,25 plus 0,3 ni kvadrat. 0,9 emas-da. 0,09 bo'ladi. Tushunarli? 0,09 minus 0,2 ni kubi 0,008 bo'ladi. Tushunarlimi? 0,08 ekan. Taqsim deyapti 0,001 ekan. Endi shuni hisoblashimiz kerak.
Mana ikkalasini qo'shamiz. 0.25 ga 0.09 ni qo'shamiz. Mana buni qo'shib beraman. Qo'shamiz 0.09 ni. 5 ga 4 3 bo'ladi. Mana bu 0.34 bo'ldi. Endi shundan 0.08 ayirish kerak. Ayiramiz 0.008 ni. Mana yetmay qolganiga o'zimizdan 0 yozamiz, keyin unga yordam beramiz. Bunga bitta bersalaring 10 bo'ldi. 10 dan 8 ketsa 2, 3 qoldi, 3 ta o'zi tushadi. 3 ta o'zi tushadi 0.3. 0.332 hosil bo'ldimi? Mana 0.332. Shuni bo'lishimiz kerak 0.001 ga. Tepadan ham 3 ta virgul suramiz Otabek. Pastdan ham 3 ta virgul sursam, hech narsa o'zgarmaydi. 332 ni 1 ga bo'lsalaring 332 qoladi oxirida. Demak, B javob. 13-chi. 13da o'zi bir xili bor, to'g'rimi? Tashqariga chiqib ketaylik. Qaysi son chiqib ketadi? 0.12 chiqarib olsam bo'laman. 0.12 chiqarib olsak, qavs ichida 0.2 plus 0.8 qoladi. Taqsim. Mana 0.24 ni 1 taqsim 2 ga ko'paytiryapmiz degani, aslida 2 ga bo'lyapman degani, to'g'rimi? Ya'ni 0.24 ni 2 ga bo'lsalar, yarmi qancha bo'ladi? 0.12. Nima 0.12 bilan mana bu son qisqarib ketdi o'zi. Ikkalasini qo'shsalaring 1. Demak, 1 degan javob A javobi ekan. Xo'p, 14-misol. Shuni hisoblab bering debdi. 0.02 plus ko'paytirib 0.03 va buni hisoblashimiz kerak ekan. Yaxshi. Xo'p, buni osonroq hisoblamoqchi bo'lsam, mana bu sonlardan kasr songa o'tkazgan yaxshiroq. Ko'paytirgan paytimizda, ya'ni 0.02 degan kasr ko'rinishda 2 taqsim 100 degan, to'g'rimi? 0.03 chi 3 taqsim 100 degan bu ham. Minus 0.2 degani 2 taqsim 10. Shuni kubini hisoblashimiz kerak. Xo'p, ketdik, kubini hisoblaymiz unda. 2 kere 3 6 bo'ldi. Pastchi 100 kere 100 10 ming bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni 4 ta 0 bor. Endi qaylar? Minus 2 ni kubini-chi? 2 ni kubini 8, 10 ni kubichi 1000. Javobi minusdan chiqadi, to'g'rimi? Tog' daraja bo'lgani uchun. Bu minus bilan plus bo'lib ketadi. Demak, 8 taqsim 1000 ekan. A bu nechi? 10.000. Bu 1000. Demak, bunga nechta bersak? 10 tadan. 80, 10 ga 6 ni qo'shadiganmiz, 86 taqsim 10.000 bo'lyapti. Demak, 10.000 da 4 ta 0 bo'lgani uchun 4 ta virgul surib ketishim kerak. Mana buni yozib beraman qayda. 86 deyman. Virgul mana bu yerda turadi, to'g'rimi? 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta. Mana shu joydan virgul qo'yish kerak. Qolgan 0, 0 va mana bu ham 0. Shunda qaysi son hosil qoldi? 0.0086 degan son hosil bo'ldi. C javob ekan. Mana bu ham chiqsa kerak. Da buni ham shunga amallaymiz. Xo'p, mana bu songa o'tib olish uchun 7 bo'lib qolish uchun nechta virgul surish kerak? 2 ta surishim kerak. Mana 7 yozdik. Pastda nechta surish kerak? Da, men 2 ta surishim kerak. Lekin biz bitta sursalaring tugab qolyapti, to'g'rimi? Bitta kam qoldimi? 10 10 10 yoziladi, tushunarlimi? Qaysi tomon kam bo'lsa, mahrajda kam bo'lsa, 10 10 yozasiz. Tepada-chi 3 ta surishim kerak. Shunda 3 hosil bo'ladi bunda. Pastdachi 2 ta tugab qolyapti, shu uchun 3 kere 10 bo'ladi. Bu ham minus ekan, mana. Minus. Buni nechta suraman? 4 ta suramiz. 2 hosil bo'ladi. Pastdan 3 ta sursam o'zi tugayapti, to'g'rimi? Virgul. Demak, bitta ortib qoldimi? 2 kere 10 yozamiz. Shuni hisoblashimiz kerak endi. 7 bilan 7 ketadimi? 1 taqsim 10. Hop, plus 3 bilan 3 ham ketadimi? Bu ham 1 taqsim 10 minus 2 bilan 2 ham ketsa 1 taqsim 10. Bu bilan qisqarib ketadi, to'g'rimi? 1 taqsim 10. Ya'ni 1 da 10 ga bo'ladigan bo'lsak, 0 1 ekan. C javob. Xo'p, keyin 16-misol. 16-misol. 16 ham xuddi hozirgidek ekanda, to'g'rimi? Ya'ni virgul surishim kerak. Tepada virgul yo'q, to'g'rimi? Agar virgul yo'q bo'lsa, qayerda turadi virgulda? O'zi butun sondan keyin turganda tasavvur qilinadi, tushunarlimi? Endi pastdan bitta virgul sursam, tepada o'zi virgul yo'q. Tepaga necha ko'payadi?
10 ko'payadi. Pastda 2 ning o'zi hosil bo'ladi. Minus bundan ikkita suramiz. Bundan bitta surilib qolyapti. Yetmaganiga bitta 10 ko'paytiramiz. 3. Bundan bitta surilib, bundan ham bitta. 12 taqsim 1 bo'lar ekan. Endi 2 kere 10 20, 22 bo'lsa yana 10 minus 20 plus 12. Arsam minus 10, unga 12 ni qaytarib qo'shadigan bo'lsam, 2 degan javob chiqar ekan. Demak, B javob. Mana buni keltirishimiz kerak ekan. 17-misol. Aytyapti, 3.12 taqsim 25 sonini 10lik kasr ko'rinishga keltirildi. Ya'ni bo'lib beribdi-da, tushundingmi? Bu 10lik kasrning raqamlar yig'indisini toping. Shu bo'lsa ham bo'ladi. 12 25 ga osonroq usuli 4 ga ko'paytirib olamiz. Ya'ni 100 qilib olamiz-da. 48 taqsim 100. Endi 48 ni 100 ga bo'lsam necha beradi? 0.48. Oldida 3 bilanchi? 3.48. Shuni 10lik kasr bo'lgandan keyin raqamlarni qo'shib beringlar deb. Ya'ni men bu 3, 4, 8 ni qo'shib berishimiz kerak ekan. 15 bo'ladi o'shanda. Siz javob ekan. 18 ni hisob kitoblash ekan. 430 cm plus 13 desimetrni metrda ifodalab bering. Ya'ni qani hammasi har xil birlikda. Xo'p, birinchi o'rinda. Mana santimetrdan metrga o'tish uchun nima qilish kerak? 100 ga bo'lishimiz kerak. Chunki 1 metrimiz 100 santimetrda, to'g'rimi? Bizga santimetrda berib qo'yapti. Santimetrdan metrga qaytarib o'tkazishimiz uchun 100 ga bo'lishim kerak. Mana bundachi 1 metr necha desimetr? 10 desimetr. Desimetr. Bunda 10 ga bo'lishimiz kerak ekan. 403 ni 100 ga bo'lsam 4.03 metrda chiqadimiz javob. Tushunarlimi? 13 desimetrda 10 metrga o'tkazishim uchun 10 ga bo'laman 1.3. Demak 4.3 ga 1.3 qo'shsam 5.33 metr ekan. D javob. Tushdiga Begzod? Xo'p, yaxshi. 18 ham shunaqa ekan. 2200 kilogramm plus 10 sentnerning tonnada ifodalab bering debdi. Xo'p, birinchi 1 tonna necha kilogramm? 1000 kilogramm. Xo'p. 1 tonna necha sentner bo'ladi o'zi? 1 sentner 100 kilogramm o'zi 1 sentner. Demak, 1 sentner 100 kilogramm bo'lsa, 1 tonna 10 sentner ekanda, to'g'rimi? Endi yozamiz. 2200 kilogrammdan tonnaga o'tishimiz uchun necha bo'lish kerak ekan? 1000 ga bo'lamiz. 2200 ni 1000 ga bo'lsam 2.2 tonna. Xo'p, 10 sentner. O'zi 1 tonna ekanda, mana to'shna ekan o'zi. Qani, 10 sentner 1 tonna. 1 tonna yozamiz. O'sha bo'lsam 3.2 tonna ekan. B javob 9. Xo'p, 20 da aytyapti. 2.7 va 12.8 sonlar orasida nechta natural son bor? Ya zo'r ekan u. Qara mana. 3 bor, 4 bor, 5 bor, 6 bor, 7 bor, 8, 9, 10, 11, 13 kirmaydi, to'g'rimi? Chunki 13 bamazondan kattaroqda. Demak, 3 ta, 6 ta, 10 tami? Da 10 ta ekan. B javob ekan. Tushunarlimi bolalar? Hech kimda savol yo'qmi? Yaxshi. IDC test kitobining to'liq yechimlariga ega bo'lish uchun bizning kanalimizga obuna bo'lib qoling.